32. savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq aziz muajiratdagi qarindoshlarning Ramazon oyini tabriklayman. Jumladan doktor Abdulaziz rahmatullohga Allohdan sabr ato qilishini va marhuma onamizning yotgan yerini jannat qilishini tilayman. Savolim: Ramazon oyida suvga cho'milgili berib, suv uzish jarayonida ehtiyotsizlikdan suv ichib salsa, ro'zasi buzilamdi yoki qanday qiladi? Yana bir savol: suv uzish jarayonida do'stlar va yoki qarindoshlar bir-birini suvga cho'ktiradigan bir odatlar bor. Navoda mushu jarayonda suv ichib qolsa ro'z buzilamdi yo'q? Agar buzilsa qazosini cho'ktirib o'tkish tutamdi yoki suv ichib salg'ishi tutamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Amin. Rahmat. Ro'zsiz sunudi degan olimlarmi, sunmaydi deganlarmi bor. İxtiyorsiz galdan o'tib ketsa sunmaydi degan qarash muvofiq bo'lish bilan birga keyin qazosini tutib o'tish kerak. Shunga Ramazonda suvga cho'milish va suvga cho'ktirish qatorliq ishlardan yiroq turgan yaxshi.